Ochkilarni yoz mavsumida tanlayotganda biz psixotipimizga, xarakterimizga qarab tanlaymiz. Masalan, mana bu ochki. Mana ochkini tanlaganda taqqanimizda tepa qismimizda qosh ko'rinib turishi kerak. Bizni gapirayotganda emotsiyamiz ko'rinishi kerak. Va yon qismida bitta barmoq yanog'imiz ustida sig'adigan, bitta barmoq sig'adigan joy bo'lib qolishi kerak. Mana bu ochki esa 4 ta sezonda taqiladigan ochki hisoblanadi. To'q rang ekanligini hisobiga. Bir muncha yonlari keng, opravasini hisobiga keng ochkilarni yon qismlari ham bir muncha kengroq bo'lib turadi. Bunaqa ochkida ham qoshimiz ko'rinib turishi kerak va mana bu yerda bitta barmoq sig'adigan joy qolishi kerak. Bunaqa ochkilar asosan qish mavsumida to'q rangli paltolar, kurtkalar bilan juda ham chiroyli ko'rinadi. Va mana bu ochki, bu jigarrang ochki O'zbekiston hududidagi barcha ayollarimizga to'g'ri keladi. Bir muncha tepasi ko'tarilgan lisichkali ochki bo'lganligi uchun bu hammaga baravar to'g'ri keladi va har bir ayol garderobida mana bunday ochki bo'lgani yaxshi hisoblanadi, chunki bular hamma yuzga to'g'ri keladi.